Nimaga O'zbekistonda yuzlab bizneslar 1 yilga ham bormay xonavayron bo'lib ketadi? Manziliga hozir asosiy 5 ta sababini aytib o'taman. Birinchi xato, bugungi kunda ko'p yoshlar Excel'da, strategiyalarda boyib ketishga usta, lekin aslida real xatolar inobatga olinmagan. Ikkinchisi, biz strategiya qilganimizdan keyin o'zimizni yaqin tanishlarimizdan, aksariyatda ota-onalarimizdan, "Ada, oyi, bu zo'r strategiyami?" deb tahlil qilamiz. Ular zo'r bolamiz, zo'r chiqdi deymiz. Olarmi deysa, olamiz deydi, lekin aslida olamiz degan bilan olish mijozi boshqa bo'ladi. Shularga ishonib xatolar qilib qo'yamiz. Uchinchisi, biz birpasda biznes ochib yuboramiz, MVP qilib ko'ramiz. MVP degani minimum value product, ya'ni kam miqdor investitsiya bilan tajriba qilib ko'rish, uni sinab ko'rish, kam ishlab chiqarib, uni sotib ko'rish, uni hisobotini qilib ko'rish. Mana shuni qilmasdan katta investitsiyalar bilan do'konlar, katta biznes ochmoqchi bo'lamiz. Bu sizning uchinchi xatoingiz bo'ladi. To'rtinchisi, raqobatlar tahlil qilinmaydi. Bugungi kunda xatolar kechirilmaydi. Marja kam, bozor keng, o'shaning uchun mahsulot ko'p va sizning xatolaringiz kechirilmaydi, sizga qimmatga tushadi. Beshinchisi va eng asosiysi, ustoz olishmaydi. Siz ustoz olishingiz o'zini tajribasi asosida sizni 100x ga o'sishga 10 barobar tez sababini qilib bera oladi. Lekin biz bundan pul qizg'anamiz, o'zimizni tajribamizni orttirmoqchi bo'lamiz va bu sizga eng qimmat tushadigan xatolardan bittasi bo'ladi. Shuning uchun ustozga investitsiya qilishga hech qachon pul ayamang. Bu doim o'zini oqlagan. Bunaqa kuchli biznes ma'lumotlarni olish uchun albatta menga obuna bo'lishingiz esdan chiqmasin.